Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Sergilidagi klientimizga bitta kattalar spalnisini qilib berganmiz va farzandlar uchun mana shunaqa chiroyli mebellarni qilib berganmiz. Xo'p, bu yerga ketashkali kravatlarni esa berganmiz. Korpuslar baquvvat qilib ishlangan. Matraslari ortopedический bo'lgan. Garantiyasi 3 yil. Xo'p, bu yerga ham bitta katta o'g'illariga ordinarniy kravat qilib berganmiz. Bosh taraflarini barq qilib berganmiz. Bu yerda ko'rib turibsizlar, dars stollari va shkoflarni qilib berganmiz. Rangi qalay chiqdi, to'g'ri kommentariyada fikringizni yozib ketinglar. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib ketasizlar. Kattalar spalnisini ham yasab berganmiz, ko'rib turibsizlar. MDFdan yasaganmiz. Ranglari qalay chiqdi, to'g'ri. Xo'p, bu yerda antresolli shkoflarni qilib berganmiz. Mexanizmlari hammasi Dauch. Kravatlarga keladigan bo'lsa, kravatlarning bosh tarafini barq qilib berganmiz. Matraslari kravatlariga ikkitadan tortma qo'yib berganmiz. Bittasi yo'da, bittasi naryoqda. Mexanizmlari ham Dauch bo'lgan, kronkalar PVH bo'lgan. Tumbuchkalariga ham ikkitadan tortma qo'yib berganmiz. Hammasi mexanizmlari Dauch bo'lib. Ishimizga yoqsa, bitta like bosib ketasizlar o'rtoqlar. Kommentariyada fikringizni yozinglar. Necha pulga arziydi shunday qilib. Shkof mexanizmlari hammasi Dauch bo'lgan. Botga jinskiy tarafga shkof qilib berganmiz, tepasini patchlapni qilib berganmiz. Ishlarning mexanizmi ko'rib turibsizlar, Dauch yopilyapti. Botga murskoyga отдельный qilib berganmiz. Murskoyga, ko'ynaga, shimga отдельный qilib berganmiz. Bu yoq tarafga polkalarni qilib berganmiz. Zakaz mebelni nimasi yaxshi? Sizlar xohlagan ranglarda, xohlagan dizaynlarda esa beramiz. Eshiklarni ko'rib turibsizlar, hammasi Dauch yopilyapti. Bu yoqlari mana murskoy, ko'ynaga отдельный, shimga отдельный qilib berganmiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, poytaxt mebelga murojaat qilinglar. Ishlarni sifatli qilib topshiramiz. Salomat bo'linglar.